Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi kunimiz har birimizga xayrli, barokatli bo'lsin. Mana bugungi kunimizni yana boshlab oldik. Xudo xolasa mana ajoyib joyga keldik. Kechagi kuni rasmlarini tashlagan edik. Juda ham ko'plab so'rovlar bo'ldi. Buni kattasi bormi? Qanaqa buni yetishtiriladi? Sovuqqa chidamlimi degan savollar juda ko'p bo'ldi. Bugun shularga javob berishga harakat qilamiz. Bular zaytun daraxtlari shakl berilgan holati. Bu kichkinalari sovuqqa chidamsizroq bo'lar ekan. Lekin kattalari sovuqqa bemalol chidaydi ekan. Sababi ular moslashuvchan ekan. Suvni yaxshi ko'radi, namlikni yaxshi ko'radi. Mana bunaqa qilib kichkinalari ham bor. Ajoyib kompozitsiya qilib qo'ygan bular. Bu yerda gullarni shunaqangi turfa xillari, ajoyib narsalar borki, har birini olgisi keladi. Lekin biz bularning ichidan saralab o'zimizga mosini, o'zimiz iqlimga moslashuvchanini istab topishga harakat qilamiz. Ko'rib turganinglar, mana barchasi bular kaktuslar ekan. Kaktuslarda ishqibozlari juda ham ko'p. Biz yurtimizda ham manaqangi katta ajoyib o'simliklar ham mavjud ekan. Bu shunaqangi gulki, bugumeriya. Bugumeriyani ishqibozlari ham, yetishtiruvchilari ham o'zimizda O'zbekistonda juda ham ko'p. O'zimizda dehqonlarimiz uchun ham mana bunday ajoyib ideyalar. Daraxt shakliga keltirgan bugumeriyalar. Ko'rib turibsiz, juda ham chiroyli holatda. Qoyil qolish kerak. Bularni yaratuvchanligiga emas, yetishtiruvchanligiga, yangi g'oyalar izlab topishligiga qoyil qolish kerak. Mana ko'ryapsiz, bir tutda 4 xil rangda gullagan. Ko'rishingiz mumkin. Hatto mana barglarni ham shunaqangi ranglarga yetkazganki, odamning ko'zini quvlatadi. Mana bu ham boshqacha sveti. Bu oq ekan, bu oq aralashgan pyostrisi, bu sarg'arlashgan. Shunchaki qoyil qolmasdan ilojingiz yo'q. Yangilik qilish kerak. Bular har doim yangilikka intiladi. Bularni mana buni qarang. Juda ham chiroyli holatda ekanlar. Qoyilmisiz? Mana bunisi undan ham chiroyli ekan. Mana shulari sovuqqa ham chidamli. Sovuqda bunchalik gullamaydi, lekin sovuq urmaydi. Bu turfa gullar ayting degan joy shu yer ekan mana. Bunaqa mevalarni oldiga keldik. Mana limonlar, uyimda shunday limonni uzaman-u yeyman deganlar uchun limonlar, tayyor limonlar. Mana ko'rib turibsizlar, limonda hattoki pyostriklarni ham yaratishmagan ekan, tayyorlashgan ekan. Endi bu yoqqa borsak, bu yoqda ajoyib sukulentchalar bor. Mana ko'rib turibsiz. Bular teplitsa emas, bular sotuv maydoni. O'zbekcha qilib aytganda bular magazinlar. Mana magazinlar sizlarga ko'rsatib o'tsa, kelasiz, turpoq yo'q, chang yo'q. Bemalol tanlab, ko'rib degandek. Juda chiroyli, pokiza. Mana atir gullari shtampisi. Xudo xolasa biz O'zbekiston ham yaqin kelajakda shunaqa qilib rivojlanadi. Mana bu archalarni ko'ringlarchi.